Endi sochlaringiz hattoki yo'q joyda ham o'sishni boshlaydi. Tabiiy retseptimiz shunchalik kuchliki, uni haddan ortiq ishlatish tavsiya etilmaydi. Birinchi bo'lib qizil piyozni maydalang. Piyozdagi oltin gugurt bosh terisida qon aylanishini faollashtiradi va follikulalarni mustahkamlaydi. So'ng 4 dona sarimsoq oling va maydalang. U oltin gugurtga hamda B6 vitamini, rux va temir kabi sochni qalinlashtirishiga yordam beruvchi moddalarni ham o'z ichiga oladi. 200 ml zaytun moyi qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Zaytun moyi terini chuqur namlaydi, soch o'sishini tezlashtiradi va sochga yaltiroq hamda yumshoqlik beradi. Barcha masalliqlarni suv solingan idishga yig'ing va past olovda 15 daqiqa davomida qaynatib oling. Tayyor bo'lgan aralashmani haftasiga 3 martadan suring va natijani o'zingiz ko'rasiz. Soch to'kilishini oldini olish uchun maxsus qo'llanma tayyorladik. U qo'llanmani olish uchun izohlar